Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Hammalar obdan turibsizlarmi? Bugun davomli turda do'stlarimizning ko'ngil aramiga psixologiya fanlari doktori, to'y turmushi mutaxassisi Sonjavi apandining Baxtlik to'y turmushi bilimlari nomli 30 soatlik darsining 2 soatlik darsini davomli turda diqqatingizga sunmoqchiman. Ikkinchi dars. Yashagan oila muhitining yoshlarning to'y turmushiga bo'lgan ta'siri. Har qanday bir to'y turmushida er ayol ikkisininki o'zi yashagan oila muhitiningki ba'zi ko'langisi bo'ladi. Buni demasakni nihoyatda tushunishlik. Shundaqla to'yning bir qonuniyati mushu nuqtada o'z ifodasini topadi. Oldi bilan fiziologik irsiyat jihatdagi omillarni so'zlab baqaylik. Har birimizningki chiroy turqimiz, mijoz xarakterimiz ota-onamiz bilan ozdir ko'pdir o'xshab qoladi. Undaqda xarakter jihatda ota-onasining ko'langisimi bo'lamdi yo'q, ularning ta'siriga uchramdi. İlim sahasi bu meseleге aniq javob berdi. Chunki hozirgacha xarakterninki biologik vasita orqali keyingi avlodlarga irsiyat qoldiganligini muayyanlashtiradigan bir xil usul yo'q. Lekin amaliyat shuni to'liq tushuntirib beradiki, har bir odamninki xarakter alayidligi, kayfiyat alayidligi, tonish qonuniyati, harakat andisi qatorlarning hammasi ota-onamizga intayin yaqin keladi. Bu zodi qanday ish? Irsiyat psixologiyasi va fiziologik psixologiyaning qarashicha bu keyingi o'sib yetilish muhitida barliq kelgan. Ya'ni bizning ota-onamiz bizni eng asosiy o'sib yetilish muhiti bilan ta'minladi. Ularningki har bir so'z harakati, har bir harakati bizga tinsiz ta'sir ko'rsatib, bizni ularning ong alayidligi va harakat qonuniyatini oz-ozdan o'rganish va o'rnak qilish imkoniyatiga ega qildi. Shuning bilan mijoz xarakter ota-onamizga o'xshab ketadigan bizni barliq keltirdi. Adamning mijoz xarakteri shakllangan hamon uni o'zgartirib bo'lmaydi. Odam qachon o'zining xarakteri, pozitsiyasi, tafakkurini aniq toniy oladi. Bu albatta har bir odamga qarab o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi kishilarningki tonishi baldiroq bo'lsa, ba'zi kishilar kechikadi. Bu har bir odamningki psixikasining pishib yetilishi bilan zish munosabatli. Umuman qilib aytganda balog'at yetish davriga qadam qo'ygandan keyin ko'p sondagi kishilar o'zining xarakter alayidligini ma'lum darajada tushunadi. Ammo ancha aniq va mukammal emas. Bu zodi nima uchun? Acaba yanilib pishib yetilmaganligimizdan bo'lamdi. Bu bir jihatdagi sabab. Texmi muhimi biz o'zimizni tunishimiz uchun yetarli bir aynakka erishamaganligimizdan bo'lgan. Xo'sh, shunday bo'lsa bu yerdagi o'zimizni tunishimiz uchun kerak bo'lgan aynak degan nima? Ko'pchilikka ma'lum. Biz o'zimizningki turqini aniq ko'rish uchun aynakdan foydalanishga to'g'ri keladi. Aynakka qaramasak o'zimizni taniyolmaymiz. O'xshash qoida bo'yicha biz qandaq mijozlik odam, bizning alayidligimiz, yengimiz, harakat odatimiz qatorlarni aynakka qarash orqali tushunmaymiz. Mana bu atalmış aynakningki qaytdimi inkas. Amaliyotda biz boshqalar bilan aloqa qilish jarayonida erishgan qaytmi inkas. Biz aynak qarash jarayonida shakllangan obrazdir. Yaş vaqtimizda mayli qanday odam bilan aloqa qilaylik. Bu aynakningki bizga berilgan qaytim inkasi ancha aniq emas. Bu bizningki yeshimiz bilan munosabatli. Shundaqla bizningki psixikimizning pishib yetilish darajasi bilan aytizish munosabatli. Albatta yana bir muhim omil bo'lsa, bizning aloqa obyektimiz bilan munosabatli. Masalan, biz saboqdoshlar bilan aloqa qilgan vaqtimizda kallamizdagi bu jihatdagi tasrif asosi ancha aniq bo'lmag'achqa, aynakning qaytma inkasi kamchilik bo'ladi. O'zimizning zodi qanday odam ekanligimizni aniq bilolmaymiz. Undaqda tasrif asosi degan zodi nimadir? O'chig'ini qilib aytganda balgi jism. Bizningki ota-onamiz bizning tasrifatimizda mavjud bo'lgan. Biz kichigimizdan boshlab ularningki aloqa shakli, gap qilish usuli, ish qilish usuli, tafakkur qilish qatorliq usullarga ko'nib qolgan. Bu usullarni biz yoqtirsakmi, yoqtirmasakmi, huzurlansakmi, bearam bo'lsakmi, bu obyekt bir yol. Biz buningdan o'zimizni qocholmaymiz. Ular saboqdoshlar bilan qanday chiqishib o'tdi. Biz faqat takalluf qilishni bilamiz. Lekin konkret usul, alayidlik bizning qalbimizda mujmal bo'lib, foydalanish asosi yo'q. Ya'ni tasrif asosi yo'q. Lekin to'y turmushiga qadam bosgan amon bu xil aynakningki qaytilmi inkasi darhol namoyon bo'ladi. Biz o'zimizningki jo'ris bilan birga bo'lgan vaqtda azroq masala yoki ziddiyatga duch kelsaklar, biz nisbatan qatmal kayfiyatimiz, tafakkurimizga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ammo bularni dal biz yashagan oiladagi ota-onamiz bizga o'rgatgan,
ularninki ayni chog'dagi chiqishib o'tish andisini biz cho'qim bilib bilmagan holda aynan o'zini qilib qolamiz. Nima uchun? Chunki biz boshqa aloqa andisini o'rganmagan. Biz kichigimizdan tortibla bu xil aloqa andisini ko'rgan. Uning ustiga u bizning kallimizga o'rnab ketgan. Gerçi biz texmi yaxshi usul orqali o'zimizningki to'y turmushi masalasini bartaraf qilmoqchi bo'lsak-mu, lekin biz hargiz unda qilmaymiz. Bizning oilamizdagilar bo'libmi jo'rimiz va bolalar bilan aloqa qilganda bu xil asldagi andiza bizning harakatimizga yetakchilik qiladi. Mana bu ta'sirotning roli. Biz saboqdoshlarimiz va xizmatdoshlarimiz bilan birga bo'lgan vaqtda ta'sirot asosi kamchilik bo'ladi. Şunu şundaq bo'lsa-mu, o'zimizning mijoz xarakterininki ojizligi va ish harakatlarimizninki kamtukligini aytdi. Ro'shan bo'lsa-mu, biz aynak qarashdak tuyg'uni noyatda tasdiq topamiz. O'zimizningki yot odamlar bilan aloqa qilganda zodi qanday holatda ekanligimizni, lekin biz tuqqanlarimiz bilan birga aloqa qilganda bu xil aynan yuzi effekti noyatda ro'shan bo'ladi. Onun ustiga uningki ikki alaylik bor. Birisi bilib bilmayla ota-onamizningki soyisini ep chiqadi. Bunun sebebi bizningki arayollik munosabat, ota-bolalik munosabatga bo'lgan ta'sirotimiz eng cho'nqur, nazariy asosi eng kuchli. Shunlashqa bizningki to'y turmushi munosabatimizda birinchi tajriba obyekti dal bizning ota-onamiz. Bizningki yashagan oila muhitimizdir. Yana birisi o'zimizning jo'risi bilan birga turgan vaqtda o'zimizning holatini nihoyatda aniq ko'ra olamiz. Chunki biz ayollik munosabatimizda o'zimizda bor bo'lgan ota-onamizning aloyligining borligini ko'rdik. Shunga shuni aniq his qildik. Aslida o'zimizning xarakteri mijozi mundaqkanda, ota-onamizning soyisidan aynan yasab foydalanғашqa o'zimizning to'y turmush munosabatida shuncha ko'p joylarningki ota-onamizga o'xshaydiganligini aniq ko'rib olamiz. Masalan, ba'zi ota-onalar bolalarga bir qadar qattiq talab qo'ydi. Bolalarga qoidalarni so'zlaydi. Nihoyat oddiy qoidani ular doim uzun agitib tushuntirib qo'ydi. Uzoq muddat davomlasa bolaga aksicha ta'sir berdi. Bo'libmi to'y qilib bolalik bo'lgandan keyin ota-onasining o'ziga bo'lgan bu xil tarbiya usuli orqali bola tarbiyalaydi. U nima uchun texmi oddiy tushunishlik usulini ishlatmaydi? Buning sababini aytdi. Oddiy. U bilmaydi. Ya'ni Kungzning aytgandak, inson o'rganmagicha bilmaydi degandek, buni o'rganmagandan keyin bilmaydi. Ba'zi kishilar ota-onasininki o'zini tarbiyalash usulida nurg'un masala borligini to'nib yetgan bo'lsa-mu, ota-onasininki ko'ni yo'lda mang'isi yo'q, lekin amal yo'q. Ular ota-onasi ularga seppagan ko'ni yo'ldan chiqib ketolmaydi. Yanala odat xarakterlik holda ota-onasining o'ziga tutgan usuli bo'yicha bolalarga muomala qiladi. Yana ba'zi ota-onalar oila ziddiyatini so'g'uq bir taraf qilishga odatlangan. İki odam hadisli gap qilmaydigan bo'lib qoladi. So'g'uq munosabatlar urushininki vaqtini aytdi, qisqa bo'lsa, necha kecha kunduz, uzun bo'lsa 15 kun bo'ladi. Buning bolalarga ko'rsatgan ta'siri intayin cho'ng bo'ladi. Bolalar to'ydan keyin ayol o'tirsidagi ziddiyatni bir taraf qilganda, asalla ota-onasining usulini sho'b beti ko'chirib keladi. Chunki yaxshi o'rnak kelish andisi yo'q. Ular ayol o'tirsidagi ziddiyatni qanday usul bilan hal qilishni bir taraf qilishni bilmaydi. Chunki amdilatdan oqqarni farq qilgudak bo'lgan vaqtlarda ota-onasininki uyda ushshaq-tushshaq ishlar uchun jadallashganligini, kichik bir masalani bir taraf qilolmay jadallashayotgan holatini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Shu sababli ota-onasining shu vaqtda masalani bir taraf qilolmagan holati, bir-birisiga noyati chechilib, bo'g'ilib, qattiq to'lashgan, otaninki ayolni urayotgan holatini ko'rgan shu bola bu ba'zi masalalarni mana shundoq tayoq to'qmoq bilan hal qilish aqlani o'xshaydi deb shu dadisining shu nachar holatini, shu qo'pol holatini o'zining hozirgi ayoliga ishiltib qo'yish ehtimolligini aytdi cho'ng. Ya'ni andizini ota-onasi farzandlarga sep beradi. Shu andiz bo'yicha farzandlar keyingi o'zininki to'y turmushida shu andiz bo'yicha to'y turmushiga muomala qiladi. Hamda shu andiz bo'yicha ota-onasininki o'ziga qilgan muomalasi bo'yicha o'zining farzandlariga muomala qiladi. Oila zo'ravonligi eng oson tahlid qilinadigan, andiz qilinadigan, nus qilinadigan to'y turmush ofati. Yashagan oilada agar oila zo'ravonlik qilmishi bo'lsa, odatda bu xil qabih qilmish cho'qim bolaga yo'qdi. Lekin ota bo'g'ichi bu tarafni ancha to'nib yetmaydi. Men bu shunday qattiq qo'llik qilsam, bu shunday qo'pol vositalar orqali oilani o'zimning qo'lda tutib tura olsam,
pichig'imning oldimi kaynimi tan kessa deb o'zininki shu erkaklik jasoratini oilasida bakrak gavlandirib etib qolsa, shu oildagi o'g'il farzandninki keyingi turmushida bo'libmi, shu o'g'il farzand turmush qurgan vaqtda shu dadasininki shu vaqtdagi qo'pol ish harakatlari, o'zini markaz qilish ideyasini tahlid qilib ko'chirib oladi. Shu usulni o'zininki hozirgi oilasida ishiltib qoladi degan gap. Bu ehtimollik nihoyatda cho'ng. Ya'ni ot qandoq bo'lsa, bolami shu xil usul bo'yicha cho'ng bo'ladi, shu xil usul bo'yicha o'z oilasiga muomala qiladi. O'g'il bolaga yuqtirdig'ini ko'pincha hozir deb o'tganimizdek put qo'lning zo'ravonligi, ya'ni ayoliga zo'ravonlik qilish. Qiz bolaga yuqtirdig'ini bo'lsa, odatda ro'yi jihatdan zo'ravonlik, ya'ni eriga ro'yi jihatdan xo'rlash yoki so'g'uq zo'ravonlik qilish bo'lib, bu asosan bir qonuniyat. Ota-onasiningki zo'ravonlik xohishi ba oilada tug'ilgan bolalar oila zo'ravonligidan qattiq yergindi. Nurg'un bolalar kichigidan tortibla iroda bog'laydi. Cho'ng bo'lganda hargizmi ota-onasidagi hadislar mushishib ketmaydi. Natijada dal buning aksicha ular to'y qilgandan keyin er-ayol o'rtasida ba'zi ziddiyat yoki masalalar ko'rilsa, o'zininki ilgari intayin nafratlanadigan ingi va harakati paydo bo'ldi-da, o'zining kalasida qarshi tarafga savoq berib qo'yish xiyoli xuddi bir xil harakatlantirgich kuch o'zini suylayotgandek. Ilgari eng nafratlanadigan qilmish eng tonish harakatga, shuning bilan bir vaqtda eng qilmoqchi bo'lgan harakatga aylandi. Birinchi qatimliq oila zo'ravonligi dal mushundoq bir xil psixik kurashda shakllangan bo'ldi. Keyin ular o'zining qilmishiga pushaymon qilib, qarshi tarafdan qayta afu so'raydi. Ammo bu xil qilmish bag'an siri ko'payib, odamni xumo qilib qo'ydi. Tegi tahdidin qilib aytganda bu o'zininki aslidagi oila zo'ravonlari oilasi bilan naytizish munosabatlik. Undaq bo'lsa, shu oila elib kelgan salbiy ta'sirini kichiklatgili bo'lamdi. Shuncha ko'p uzun vaqt yashagan oila muhitiniki yoshlarning to'y turmushiga bo'lgan ta'sirini so'zlagandan keyin bu hargizmi ko'pchilikni taqdirga tambagizish deganlik emas. Yashagan oila muhitida masala bo'lsa bizmi amalsiz qolamiz. Balki ko'pchilikniki tonishni o'stirib, ularningki yoshlarning to'y turmushiga ko'rsatgan ta'sirini tonib yetishimiz lozim. Bu xil ta'sirni tonishda bundaq ikki maqsad bor. Biri ko'pchilikni o'zininki kichik oilasiga astoydil muomala qildirish, o'zininki kichik oilasida asldiki ailelarda paydo bo'ladigan masalalarni qayta paydo qilmaslik lozim. Bu birinchi ogohlantirish roli. Yana birisi bo'lsa, ko'pchilik barliq omillar bilan asldagi oilasining o'ziga olib kelgan bu salbiy ta'sirini hal qilish lozim. Mana bu to'y psixologiyasida hal qilishga tegishli masala. Shundaqla ko'pchilikningki o'rganish orqali o'stirishga tegishli iqtidori. Yashagan oila muhitiningki bizga olib kelgan salbiy ta'sirini tugatishninki eng yaxshi usuli bo'lsa, yaxshi bo'lgan oilani o'rnak qilish. Yaxshi aloqa andisi, yaxshi o'zaro turtki bo'lish andisi va oila chuqur bor. Uning ustiga atrofimizda qo'shnilar, do'stlar, xizmatdoshlarning hammasi bo'lgan bo'ladi. Ilgari biz ularningki mavjudligiga ancha diqqat qilib ketmasligimiz, boshqalarningki inoq o'tishiningki biz bilan zodan nima munosabati borligiga ancha parvo qilib ketmasligimiz mumkin. Hozir shuni bilishimiz lozimki, bu kishilar bizning muallimimiz. Amaliyotda pul xashlab bir darsni o'tishning hojati yo'q. Zihniy kuchimizni sarf qilib, nima ishlarni qilib tanishingizning, uyg'onishingizning hojati yo'q. Biz ular bilan do'st bo'lsaqlar, albatta do'stlik jarayonida o'zimizningki maqsadlik ekanligini bilishimiz, ularningki to'y turmushi masalasini bir taraf qilish usuli va tajribalarini o'rganishimiz lozim. Bu xil o'rganish o'g'irlab elishdan keladi. O'rgangan narsani o'g'irlab chiqqanda haqiqiy narsa bo'ladi. Pul xashlab o'rganganning foydasi bo'lishini tayin. Hozir nurg'un do'stlar qaraydigan bo'lsak, shu Undidarda va yoki bo'lmasa boshqa turli applarda naaytdi tutami bo'lmagan, logika jihatdan tuzuk bog'lanishi bo'lmagan bir qism quruq gaplarni pulga setayotgan atalmish psixik maslahatchilar oz emas. Mana mushxil maddu qurtlarga uchrab qolsanglar, turmushinglarda mushtaq masala ko'rilganlar, mushxil tipdiki qo'sig'ida umuchining tayini yo'q, bir 5 parcha psixik munosabat kitobni o'qimagan atalmish yetakchilarningki taklif fikrlarini, darslarini anglab qolsanglar, to'y turmushinglarga texmi cho'ng zin bo'lishi mumkin. Shuning uchun atrofdagi muhitga diqqat qilsak, bizning atrofimizda o'ziningki oila turmushini nihoyatda yaxshi ravishda rivojlantirib ketib qolgan, o'z oilasini shunday ko'ngillik, baxtli holda boshqarib ketib qolgan ayollarning turmushidan biz o'rnak olsak, ortiqcha pul xashlab, psixik maslahatchilardan maslahat so'rashning hojati yo'q. Ba'zi maslahatlarni biz pul xashlab setib olgandan keyin buningki bizga keladigan foydasidan zini ko'proq bo'ladi.
turmushimiz nargiz qilib qilsa olmasligimiz lozim. Biz atrofdagi to'y turmushini nihoyatda yaxshi ravishda davomlashtirib ketib olgan baxtli oilalarni ulgu qilsak, ancha-muncha turmushimizda o'zgachilik, hayotiy kuch baxsh etishi mumkin. Ham turmushda ba'zi ko'ngilsizlik bo'lib turdi. Hamda buni biz ancha-muncha bir tuz ta'mini aralashtirib, tangshab, tetimlik qilib olsak bo'ladi. So'ngjayi apandimning demoqchi bo'lganim shu. Ko'pchilikningki bir qism ishonchsiz psixologik darsi, o'sib yetilish darsi, rag'batlantirish darslarga qatnashishni qo'llamayman debdi. Abay Timur deputlik bizning rayonimizga nisbatan aytganda shu bir qancha yil mobaynida atalmış muallimlar, atalmış psixologik maslahatchilari, atalmış muvaffaqiyatshunaslar Şinjandagi mayun deb o'ziga har xil taxalluslarni qo'yib, xalqimizniki kallasini qaymoqtirib, o'ziniki cho'ntigini to'xlayotgan, cho'ntigini to'ldirayotgan insonlarimiz maz emas. Endi bular xalqninki shu psixologiyaga bo'lgan to'nishiniki tövalligi, o'zininki normal bir insondan iborat jonliq ekanligini to'nib yetish engininki tövan bo'lganligidan foydalanib, bir qism hayajonlantirish tipidagi, ilhomlantirish tipidagi nutqlarni, nutq majlislarni to'la echib, xalqimizniki kallasini qaymoqtirib, yuqursi bir xizmatchininki maoshiga teng keladigan tövini bir kunlik ishlamchininki qantar oqqizib topgan pulga to'g'ri keladigan darslarni samanna setayotgan ahvollar oz emas. Shuning uchun mushkil ilmiyligi bo'lmagan hukumatning bevosita quliga sen davlatlik manchinchi darajadagi psixologik maslahatchisi, sen psixologik maslahat bersan bo'ladi deb quliga kelishga taqatmagan, o'zichilar o'tirga chiqib qalaymaqan biljirlab so'zlab yurayotgan atalmış muallimlarningki darsini anglamaslikni yeni bir qitim tavsiya qilamiz. Bu darslarningki foydasidan ziyni ko'p do'stlar. So'njay apandim yana deydiki, ba'zi darslarda rostni aytsam ishonchlik bo'lishi notayin. Lekin ba'zi darslarni biz chatga qaqmaymiz. Ularningki kasbiy ekanligini chatga qaqmaymiz. Ba'zi dars so'zlayotgan lektorlarga nihoyat nopuzliq, haqiqatan yomon emas. Lekin hozir nurg'un dars so'zlig'ichilar so'z deyalaydigan bo'ldi. Ammo ularningki cho'nqur nazriviy asosi yo'q. Ular o'zlari tushunib yetamagan qoidalarni logikaga tushirib, o'zlarininki bir qadar kuchli nutuq so'zlash iqtidoridan foydalanib so'zlab, boshqalar qabul qilgan bo'ldi. Amaliyotda inchki tahlil qilgan vaqtda ularningki so'zlaganlarningki hech qanday asosi yo'q. Qaymoqtirish tarkibi texmi cho'ng bo'lib, ko'pchilik nurg'un pul sarf qilib, nurg'un vaqtini isrof qilgan bo'lsa-mu, lekin haqiqiy kerak narsaga erisholmagan. Ulgining kuchi cheksiz. Ya'ni kelib narqini aytdi azan. Ko'pchilikningki atrofidagi ulgilarni tepib, to'g'ri tepib, ular bilan do'st bo'lishni umid qilaman. Shundaq bo'lganda ko'pchilikningki to'y turmushi ulgi topgan kundan boshlab yo'riqlikqa baxt ko'zlandi. Demak do'stlar, biz bugungi 2 soatlik darsda do'stlarimizga texmi cho'nqurlab, shu baxtlik to'y turmushiningki eng asosiy, negizi hisoblanadigan shu ayollarningki yashagan oila muhitining ta'siri to'g'risidagi bir qism zarur nuqtalarni, zarur bilimlarni do'stlarga tushuntirib o'tgan bo'ldik. So'njay apandim darsningki 5-da deb o'tgandek, oila muhitiningki odamningki o'sib yetilishiga bo'lgan ta'sirini aytib cho'nqur bo'ldi. Hatto bu xil ta'sir to'y qilgandan keyinmi o'z ifodasini ko'rsatib, ayni vaqtdagi o'zi cho'ng bo'lgan, o'zi o'sib bitilgan shu oiladagi andizini o'zining hozirgi oilasiga ko'chirib akiladi. Ota-onasi qanday bo'lsa, farzandimi shunday bo'lib qilish ehtimolligiga aytib yaqin deydi. Hamda So'njay apandim bu xil ahvoldan qutulishning yo'lini aytdi, yaxshi ilmiy holda tushuntirib o'tdi. Masalan, nurg'un do'stlar ayollar o'tirisidagi ba'zi ziddiyatlarni hal qilolmaganda o'zininki shu burunqi yashab o'tgan oila muhitidan ko'chirib akagan ota-onasininki kopiyalangan ba'zi holatlarni tuzatish uchun talaydigan pullarni xashlab psixik maslahatchilarga ishonchsiz bo'lgan darslarga xashlab yana unumini ko'ranmasning aksiga texmi cho'nqur bo'lgan ziddiyat patqiga petib qoldi. Shuning uchun So'njay apandim debdi, ulgi elish atrofdagi shundaq nazarimizni kengroq og'diradigan bo'lsak, oilasini shundaq yaxshi ravishda ep mengayotgan
do'st yorallar bilan ko'proq sirdishib turish, ularningki oilasini sadi qanday ravishda mushtaq baxtli xo'shal-xuram ep mengayotganligini patpas so'rab turish, ulardan o'rganish, ularningki oila boshqurish andisidan ancha-muncha o'ziga maskalagan usullarni o'g'irlash deb nayt chiroyli sharaydigan. Bu nayt narqi azon o'rganishmi? Nayt oson bo'lgan bir xil usul. Şoňlaşqa dostlarımızdan bu hissiyat meselesinde, toy turmuşu meselesinde bir kadar sergek buluşunu aldırıp saldırıpla ma'lum psixik maslahatçısınınki aldığı berip kıymet balık derslerini setip almasligini. Yani şundaqla to'g'ridagi atalmış salohiyati aniq bo'lmagan psixik maslahatchilar deymiz. Anada ekan yaqinda bu hissiyat analizchilari deb bir turkum psixologiyaningki yuqori pallasiga chiqdim deb o'zini yat iqlimga jar selayotgan hissiyot analizchilari paydo bo'lib qolibdimish. Yani bular qanday qilgan desanglar, shundaq oilasi baxtsizlik uchrab turmushini tartibga sep bo'lmayotganlarga maslahat ko'rsatib bularningki oilasini baxtli qilib beramish. Shularningki davlisi mushka. Bizga manchi pul topshirsangiz, tavsiyalarimiz ma'vu. Tavsiyalar bor bularning. 3 yurishlik, 4 yurishlik, 5 yurishlik. Bazı bir-birinden qimmat. Hatta yuqorisining qimmati 10 ming so'mga bordi ekan. Mana bu xil qaymoqtirishlarga uchrab ketmayli demoqchi do'stlar. At ko'rishguncha barchanglarga aman esanlik, kashlik uyqunglarga rahatlik tilab, sizlarga mushahada xush demoqchiman. Unda bo'lsa, at ko'rishaylik. Xayr.